Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana Yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. Ularning biri Moskva, Stalin va Sovet ittifoqi to'g'risida so'zlasa, yana biri Toshqo'rg'on, Qirg'iziston, Tojikiston va Janubiy Shinjang to'g'risida so'zlaydi. Yana biri bo'lsa Urumchi, Yan'an va Jungo kommunistlari to'g'risida so'zlaydi. Ular nadin nima to'g'risida so'zlamasin, ularning tashabbuslari, maqsad, g'oyalari o'xshash bo'lib chiqadi. Do'stlik fikri g'oyaning birdakligini asos qiladi. Ular birdamdala bir-biriga ish siri ayta oladigan do'stlardan bo'lib qolishdi. Ularning bir-biridan ayrilg'isi kelmadi. Oxiri Ahmadjon ularga iltimos qildi. Bugun kech mening hujramga sizlarni taklif qilsam rad qilmasizlar. Yengilin Maynurning qo'l ta'min tetib ko'rsanglar ekan. Mo'yim ishlarim botdi, shundaq bo'lsa-mo berishga va'da beraman. Mana shu. Ular va'dalashib tarqalishdi. Sirtda Doxovoy orkestri chalindi. Bu törenning tushlik tamoqi manganligining belgisi edi. Ular kechda G'o'lja shahrining Soybo'yi ko'chasidagi bir oddiy qo'rida, darvoza tubidagi bir ig'izliq hujrada yana jam bo'lishdi. Ular hozir 5 kishi edi. Bir parcha kigizli selingan, supiliq, pokiz tutilgan hujrada bir sanduq va sanduq ustiga tizilgan o'rin ko'rpidan boshqa hech nima yo'q edi. Mehmonlar oyoqlarini yeshib, ko'rpilay chiqib o'tirishgandan keyin Soyibxon Ahmadjon Qosimi tagoda turib o'zir haqliq aytdi. Uyimiz kichik, ko'nglimiz kam. Nasiraxon kichik dadam saroyini bizga berib edi. Men unimidim. O'z hujramda do'stlarimni kutay dedim. Mana Maynur kirdi. Voy, sizga salom qiling. Ha, endi bo'ldi. Zilva oqqini kelgan o'moq qiz yerga qarab qizirib turardi. Gimnaziyaning maktab bitirishga ulgurolmagan 17 yoshli qiz o'quvchisi birinchi qatim o'z hujrasida mehmon kutishga tutish qilg'ashqamikin, u hudiqqan edi. Kichkina oddiy uyda putlarni yig'ishib o'tirishgan bu mehmonlar birinchi piyola choydan keyinla cho'ng ishlar. Ikkinchi dunyo urushi, Germaniyaning jon talashishi, Yaponiyaning asabiyligi, ittifoqdosh armiyaning g'arbiy frontdagi ilgarilashlari, Jiang Zeminning Xinjiang masalasida Amerikani ishga solish maqsadi bilan Amerika Sovet ittifoqi Angliyaning Yalta kelishimidagi Jungoga aloqador masalalardan foydalanish uchun Sovet ittifoqi turishliq harbiy amaldori Godi uchun va bosh elchi Fobinchanglarni uyoq bu yoqqa qatratganligi. Mush yil 3-oyning 13-kuni Roosevelt bosh elchi Veydaminga kelishimning mazmunini qisqacha tunishtirganligi. 1944-yili 11-oyning 12-kuni Sharq Turkiston Jumhuriyati rasmiy jakarlanganda Jiang Zeminning Stalinni pit 3 oy deb tanlaganligi. Xinjiangdagi bu qo'rchoq jumhuriyat Sovet ittifoqining zamin kengaymichiligining alomati. Buni butun dunyoga jakarlayman deb davron solganligi va 11-oydagi planga tasdiq silib tanlangan 2-armiyadan 40 ming askarni Xinjiangga avatib, isyonni bostirmoqchi bo'lgani va naq paketni qo'lga tushirib, Sovet ittifoqining tajovuz ekanligini isbotlab, Amerika hukumatini Jungo ishlariga yordamga akirmoqchi bo'lganligi. Yalta yig'ini Xinjiangning taqdiriga o'xshash masalalar to'g'risida so'zlashgili turdi. Mehmondorchilik ular uchun fikrlashish, muhokama qilish yig'ini bo'lib qoldi. Mahinuri kirib chiqib yurib, ularning eg'izlaridan zodila anglab baxmagan, zodila tushunmaydigan gaplarni angladi. Bu qandaq mehmondorchilik? Dedi u ishkichilikni ko'tirib oldirab so'g'mangan Ahmadjonga. Majlis bu, qayni so'z, qayni naqsha? Bizga bu gaplar so'zdimi, naqshidimi yiqimliq? Dedi Ahmadjon qaqoqlab kulib. Fatih G'ani Baturni Sharq mahallidagi katta qo'rodan topdi. U mast edi. U yanadagi Nuriyni ko'rib, "Sen menga nasihat qilmoqdek bo'ldingmi? Jala xotinning bolasi!" deb tanladi. Lekin Nuri G'anining mamluk yostiqlarni qo'ltiqqa qisib olib, sunaylanib yotgan uyga salom sohasizlik kiraverdi.
Nägeli bar senin askerlerining askiliki, gomindanning uch qo'llari qiz deb berdigan, solamchi xotinlar hozir sening askerlaringga xizmat qilyapti. dedi Nuri o'tik kiygan ikki putini juplab tiktirib. Xalq quchuqchilarni G'ani Batur atgan edi. G'anining askarlarini kim atakin davatidi? Ot Nuri, javob, saqo. Kim askeri qaz aymay ot. Men askeri qilsam meni ot. To'r G'ani, dedi Fatih xafa bo'lib. Hozir nima emas, mashinada ya. Nagoy, no'g'ay. Havga, Olastayga. Nima? Qaytadan başlaymizmi inqilobni? Akbar, Seyit Hamidlarning qabrisini yo'qlab kelamiz. Bilamsan, yana 2 kundan keyin armiya qurish yig'ini bo'ladi ekan. Sen bilan menga hech nima tegmadi. Menga Nilqining hokimligi, sen xalq batiri degan quruq nom tegdi shu. Inqilobni biz boshlasak, qo'mondan Palinov, Majarov deydigan o'risa bo'ldi. İksak bekkimi tegmedi. Şehitlar nima deydi ekan, anglab kelaylik. Akbar, Seyit Hamid, dedi G'ani varqirab. Jenim qarindoshlarim, Akbar bilan qo'ldiga otliq kirib, posturgan Xitoylarning miltiqlarini qo'ldan tatib oldiqqa. Irsi, yu, hozir nima emas, anladingmi Nuriya? Hozirla, samimo javob. U santirilib turib kiyinishga boshladi. Fatihning yanidagi Navan Batur chaqchaq qildi. Chiroyli xotiningni elib olamizmi? Akamning ikki xotini amrah bo'lmamdi. Yo'q, Akbarning cho'ng xotini Zaynab, to'qili, Shamshar qollab tul qoldi. Akbarning chalg'on do'mbirsi Medat oqim bilan baslashib, o'lan aytishlari qulqimdek ketmaydi. Uningdek usti bergan tug'ilmaydi. Uning 2 miltiqi ko'k iti. Hay, esin. G'ani beshini ikki olqini orsiga ilib, o'ngrab yig'lab Navan Baturni quchoqladi. Uning tushdan keyin mashina bilan G'o'ljidan Nilqi nahiyasiga qarab yo'lga chiqdi. Qamir teg'ining kungay qaptallarida yashirishga boshlagan Nilqi bozoridan 20 kilometr berida g'arbda tog' suyini panoh tortib paydo bo'lgan Olastay yezisi, Jag'alastay, Tavlastay deb ikkiga bo'linadi. Mana mashina G'o'lji shahridan chiqib 3 soatdek minib, oxiri Jag'alastayga kelib shimolga burildi. Gelam ko'rpalar selingan, usti birzint bilan yepilgan Sovet mashinasining kozupida xuddi uyda o'tirgandek ozoda o'ltirib, yo'l bo'yi chaqchaq bilan ko'nglini ovundirishgan azamatlar Olastayga kelibla jimib qolishdi. Ular bu yerda qonliq janglarni qilishgan. Bayla ular besib o'tgan qari suv yezasida Akbar Boturga o'q tekkan. U o'q tekkan ko'kirgini tutib turib, Fatihga G'o'ljini ozod qilgan xabarni kutaman degan edi. G'o'ljini ozod qilish jangining 2-kuni, ya'ni 1944-yili 11-oyning 8-kuni uning bir navri inisi, ya'ni Isbosin Boturning inisi Ko'rpa bayning o'g'li Seyit Boturga o'q tekdi. Jini halqimiga kep qolgan Akbar Botur bu xabarni anglab turishiga qarindoshlarini jinidan aziz biladigan yaqin odami Alasni janggohning qurboniga aylandi. Eg'ir yaradori Akbar Botur bu musibatlarni ko'tarolmadi. Xalqni ozodlikka chiqarishdek ulug'vor vazifani sabdoshlariga qoldirib, mangulik ko'z yumdi. Yana o'xshashla o'zi yaxshi ko'radigan hal qilg'uch janglarda o'zining 70-80 odami bilan oldingi safda jang qilib, inqilob qalbisining shonliq mevalarini qo'lga keltirgan inisining o'limini anglab, andin jang uzdi. Dushman o'qimi, ajal o'qimi u qarindoshlari uchun talpinganda uningga tegdi. Bu ishlar uning tabiatining ifodasi edi. Buni Fatihmu, G'animu nayt yaxshi biladi. Şoňa hazır bu işki Qaysar atamanning ko'zlari yosh, yuragi qon. Mana mashina inqilobning beşki Tavlastan yezisiga kelib suvdan o'tib, o'z vaqtidagi qo'mondonlik shtab Akbar Boturning uyi oldida to'xtadi. Darvozasi kun chiqishga qaragan kang ho'yla hang'irqay turibdi. Ho'ylada bir necha o'ruq kaladan boshqa hech nima yo'q. Qo'mish bilan yepilgan peshayvon ostida oldi putlariga beshini qo'yib, 2 it motam tutib yetibdi. Ular G'ani bilan Fatihni ko'rib, kerilib, quyruqlarini shipanglatib kelib surkaldi. Puridi.
Ona go'yo o'zini nagida barsa agashtirib yuradigan egisining hidini seg'ingan. Mana ali it Navanning murillariga putlarini oldi. Ko'k it Nurining ko'krigiga esilib tillari bilan chaponlarini yaladi. Birdinla eg'ildagi ko'k ot qattiq kishnadi. Uning kaynidan palvanin Bavrim deb churqirishib, to'rt eg'iz uyning eshiklaridan cho'ng xotoni Zaynab, kichik xotoni Shamsharqon, 8 yoshlik o'g'li Davlat keldi. Orqadan bir necha ayol chiqib kelishdi. Mehmonlar bilan soyibxonlar quchoqlashib yig'lashdi. Ular qo'mondonlik shtab ishxonasi Akbar Boturning cho'ng uyiga kirishdi. Kigiz shirdoqlar shu peti turibdi. Tamlardagi elik, qo'y suratlari, gullari kashtalangan zadavallarmi burunqadek. Akbar bilan Seyit ov yerda sanduqlarga yo'linib o'ltirib, zo'r janglar to'g'risida ajoyib yaxshi gaplarni qilishadi. Ana Akbarning do'mbrasi. U chaqchaqqa, kulkiga, do'mbra chelib o'lam aytishga amroq edi. Boshqalar paxlango'shi, qiyizlar bilan etilgan neringga tutish qilganda, u teriqni seriqmay yoki xamqaymoqqa melab yeydi. Uni chaqqan zilva qomati, qora buruti, o'ynoq ko'zlari, yarishimliq, pokiz kiyimlari, doim chekisiga tushirib kiyib yuradigan oq kigiz qalpiqi, murusdan tushirmaydigan miltiqlari, tog' kezib kunlab o'lab charchamaydigan harmas putriga rohat beradigan xo'rin o'tiki. Uningga chetishliqi bo'lganligi hamma narsa bu uyga haqdor. Birla u yo'q. Uning jaranliq kulkisi, yaqinlik ovozi anglanmaydi. Fatih azob bilan ko'kish ko'zlarini surtdi. G'ani bo'rtib chiqqan ko'zlarini chakchaytib, sal panoqroq burnini tortib qo'ydi. Navanning go'shak yuzi yosh bilan yo'yilgan. Nurining to'limi chiroyli yuziga azob yoshlari iz qoldirgan. Oxiri xotinlarning qo'shoqlari oxirlashdi. Yig'inlari to'xtadi. Samovardan choy qo'yilib, xom qaymoq piyolalarga oz-ozdan selinib, mazil qozoqchaga tortildi. Dasturxonda to'g'ralgan ko'mba, bo'g'irsoq, qurut va to'g'ralgan qiza, qaymoq, seriq moy, hasal, jintlar paydo bo'ldi. Qayg'u-motammo kulkiga o'rin berar ekan. Oxiri G'ani Boturning qo'pol chaqchiqi boshlandi. Qaysanglar, qaydiyatliq bo'lsanglar, etividiman. Dedi u oxiri butun qo'y go'shtlarini ishtoh bilan yeb etib. Menmo o'lishim mumkin. Men o'lsammo xotinlarim argitaymisin. Qaysi argitaysa, sen Nuri, ularni etiman. Yodgor qilib, heliqi 16 yoshli xotiningni men elib qo'yaymikin? Dedi Fatih kulib. No'g'ay degan jonning rohatini uqmaydi. Birli xotin bilan o'tkini yo'q. Rasululloh 4 xotin ravo degan. Sanlar orolli bir. Men turmidan ochiq bermasa, bir xotinim yo'q bo'ladi desan No'g'ayni. Ular kashni Nilqa bozorida Chig'liq mahalla bilan Dörbülcin mahallasida o'tkazdi. Dörbülcin mahallasi Tatar ruslar paydo qilgan mahalla. Janubiy Sasliq, nerisi Qosh daryosi. Daryoning u cheti Avral teg'i. Sasliq g'ozga to'lgan. Daryo to'limi sho'x. Tog' bo'lsa g'amkin. Go'yo sumayilib yotgan gigant shirg'a o'xshaydi. Fatih bu yerda akasining o'g'li, suyimli qarindishi Hamidni aslab yana yosh to'kdi. U g'azab bilan o'ynashqa, Asov daryoga cho'milishga amroq edi. Hamid uchun qattiq qayg'urib yosh to'kkan Nuri bo'ldi. U Nuriga amroq edi. Bir kuni Hamid, Nuri ikkisi Turk mahallasida bir uyda bir kecha billa parang bilan tangni kutib olgan. Nuri hayajonlanib she'r yozgan. O she'rning birinchi misrasini daryo bilan baslashib, mugdak bilan qastlashib deb yozganda Hamid qoqoqlab kulib, "Yaraysan" deb uni besib og'ziga aroq qo'ygan edi. Mana Hamid yo'q, Seyit yo'q, Akbarim yo'q. Ularning eng cho'ngi Akbar 33 yoshda. Qolganlari texnik kichik edi. Ist Boturlarim,
G'o'ljining kulkisini ko'rolmadinglar. Әтсі ular 3 qahramonning qabrisiga berib, mollamga Qur'on o'qitqizib, uzoq duo qilib qaytishdi. So'qishni biz qildik, kurashni biz boshladik. Ammo biz hech nimaga erisha olmadik. Yana so'qish qilamizmi? Yo'q, ya'ni sen so'qishsan, so'qishivergin. Nuri, sen bu o'limni yaxshi ko'rsan-ku. Mayli so'qish qil. Ammo men qeridim. Evan boshliq bo'lmay, nimishqa Palinov qo'mondan bo'ladi ekan. Ehsoqbek turgan yerda zulm tepqin nima kapti? Menchu Tavlastayda qo'mondan bo'la olmayman u. G'o'ljida nimishqa bo'la olmag'idakman. To'qsam bo'lmadimi oy no'g'ay? Biz qo'mondonni yo'qtish qasam ichishga mansab olamiz deb emas. Hayda. Hey, saran shopur. Do'qa satmay tuz hayda. Aytqana Nuri, muchoy mushkullarda Stalin nima qilib o'tadi? Stalinma, o Berlinni qorshab hujum boshlab-atdi. Dedin-ha, qandoq hujum? Nuri uning bilmoqchi bo'lganini yaxshi biladi. U gazetdan bilib olganini anglaganlar bilan qo'shib so'zlashga boshladi. Bu yil, ya'ni 1945-yil 2-oyning 5-idan boshlab, Gitler barliq fuqarolar, mahbuslar va majburiy ishlatilayotgan chet el ishchilariga Oder daryosini chegara qilib, Berlin atrofiga 3 qavat mudofaa liniyasini yasashga buyruq bergan. Har bir liniya chambarining diametri 24 dan 40 kilometrga keladi ekan. Berlin shahrini 9 mudofaa rayoniga bo'lgan. 1 million 200 ming askar, 10 mingdan jiq zambirak, 1500 tanka, 3200 aeroplan tayyorlagan. Gitler Sovet askarlarini Oder daryosi bo'yida tarmar qilaman deb jar solmoqda. U mudofaada mag'lub bo'lsa, har bir Berlinlik oxirgi bir odam qolg'ich jang qilib Berlinni qo'g'dashga tayyor tursin deb buyruq bergan. Nimajoy? Uning maqsadi Berlinni Amerika Angliya birlashma armiyasiga topshirish yoki Berlinni talashish jihni paydo qilib, Sovet bilan Amerikani so'qishga soldirib o'zini saqlab qolish. Ha, Stalincho. Marshal Jokov Gitlerning mudofaa liniyalarini osmondan suratga olg'izib, uni har bir komandiriga tarqitib bergan. Yana texnik Sovet qurilish qismlari Berlin atrofining tafsiliy ahvolini modellashtirib chiqqan. Sovet ittifoqi qaltis tayyorlab qilgan. 77 diviziya, 3100 dan ko'p tanka, 15 ming zambirak va minomyot, katyusha, har bir kilometr yerga 270 dan ko'p zambirak to'g'ri keladi ekan. 100 milliard wattlik elektr nurlar jang maydonini yoritadi ekan. Bir qatimda 1 million 236 ming pay zambirak etiladi ekan. Bu deganlik bir qatimda 98 ming tonna po'lat temir dushmanning beshiga tushadi degan so'z. Paho, o'g'il bola, yasha Stalin. Ko'rib qolasan, dushman bu yo'rug'liq bu o'qlar oldida bir paymi o'q atolmaydi. Butun 3 qavat liniyasi bir necha minutlik kun bo'ladi. Bu sonlarni nereden bilib olding? Bu maxfiyatlik emas ekan. Hujum qachon bo'g'dak? Taxminan 10 necha kundan keyin. Ovozi bizga anglamikin deyman. Chiroqlari kundimi yo'riq bo'ladi ekanda. Jang degan mana bundoq bo'lsa, Fatih anglagansa, mana bu so'qish bizcha ochib yurgan, qordan chiqillab yotgan 4 ton minomyot bilan ko'ra olamiz. Osmonda 2 aeroplan paydo bo'lsa, butun shahar xalqi osmonga qaraymiz. Angladingmi? 3200 aeroplan biroq lavoq chiqsa, yerga bomba tashlaydi ekan. Pahoy! Ularning mashinasi qorong'u tushmasda G'o'lji shahriga yetib keldi. G'ani 3-4 kabinkani o'radi. To'xta! U oldirab mashinadan sakradi. Kanidan Nurimi belni sakradi. G'ani yo'lning chetida g'odiyib ketib borgan, beshiga yo'g'on shilapa kiygan, gavdirik, maydisi ochiq bir odamga qarab etildi. To'xta, Davud! U to'xtadi. G'ani tapanchasi uningga tangladi. Ma, xanqilmayman. Mahbus mamadi. Atmamsan, ota! U ko'krigini G'aniga tangladi. O'qzoya ketdi sen tungonga. Meni tutib berman deb va'd berib, turmadan chiqib, G'o'ljiga kelganing rostmi? Ha, rost. Tutmamsan qani? Ota, otdayman. G'ani toshqan yurak.
Tapancha o'qi uning o'ng putiga tegdi. Davuri santurinib varqiradi. Yurakka ot, mana miyaga ot. Uning o'ng bilikidan qon etilib chiqdi. G'ani uningga yana bir pay o'q atgan edi. Voy. Davuri ingrab G'aniga etildi. Nuri uni silkib tutib oldi. Fatih bilan Navan uning qo'llarini qayirib bog'ladi va uni ittirib tartib mashinaga chiqarmoq bo'lib edi. G'ani qo'yib deb varqiradi. U qonga bo'yalgan oqsab orolni mangdigan mahbusni oldiga selib piyoda mangdi. U xeyli mengib uni qo'mondonlik shtabga keldi. Uning qishig'a partizanlari qilish, miltiq tutishgan azimatlar yetib kelishdi. Tagmalo dedi G'ani Botur birining qo'lidan qilishni elib elib. Ovoz qalqa bog'lanlar. Partizanlar darhol buyruqni ijro qilishdi. G'ani Botur qilishni egiz ko'tirib Davurning o'ng mursiga urdi. Davur qattiq varqirab orqaga qiyri qariyag'ashqa tashlandi. Uning o'ng mursi bo'silib sangalab tushdi. Go'shongni yeb, qiningni ichib yashavergan Davur. Kim uni bo'shtaman desa, jajismano. Van qilib osmonga bir pay o'q atdi u. Odamlar kayniga dojishdi. Top arasidan apkash bilan mursiga ishkichilik selib olgan qora burut chiroyli, lekin bir ko'zi sal qisiqroq bir yigit chiqib, Xalq Botiri degan xalqning royiga beqish kerak. G'anika, bu dushmaningizni qiynamay o'ltirib eting, dedi. Ahmadmisan? Sen hali hukumatni yasagan yigit-ku. Nimish o'ltirma uni. U o'zini o'zi o'ltirsin. Sen yana sutish beramsan apandi turib. Biz hammamiz jangchi G'anika. Jangchi degan xalqning chakri. Mundaqda sen meni xo'jayin bo'lib olma, pasha bo'lib olma, chakar bo'l demoqchimi apandim? Yo'q Botirim, o'zimni da'vataman. Odamlar qonga bo'yalgan Davurni tashlab Ahmadjonni qo'rishib oldi. Hamma odam biladi. Bu yigit avi cho'ng partizanlar oshxonasiga sotishib yurganda Hamid Saidi ismli o'zbek uni tonib qolgan. Ular Toshkentda O'rta Osiyo universitetida tanishgan do'stlar edi. Saidi, "Yo'q, sizning rolingiz boshqa yerga joriy qilinish kerak", deb uni gazetxona boshlig'i Habib Yunchiq tanishtirgan. Saidi Yunch hukumat a'zolari edi. Keyin Elixon To'ram hukumatning tuzilmasi, chaqiriq bayonotlarini tayyorlashni Saidiga topshirganda, Saidi bu ishni mushu suv qila oladi deb To'ramga tanishtirgan. To'ram suvchidan 15 kunda yezib chiqa olamsiz deb so'rganda u bir hafta kifoya deb javob bergan va degan vaqtida ajoyib hamma odam maqtab olqishlagan programmani hukumat a'zolariga o'qib berib hammani qoyil qilgan. Ahmad aka, dedi Nuri uning oldiga kelib. Akining apkashni siz uchun men to'shay. Ha, Nur Muhammad, dadingiz Ziyovuddin. Cho'ng dadingiz Muxtar akamlar yaxshirib atamdi. Apkashni menga berim. Oxirgi bir qatam to'shib etay, ukam. Ma'quldan. Ahmatoy, sen g'ob bo'ladigan yigit, ammo dushmanga ish og'ritqining bo'lmadi. U meni Gomindanga sotgan, oxir o'z bashini edi. Xaloyiq ko'rsin, sotqinning jajisi shu. Nuri G'ani Boturning bugunla vafot bo'lgan sabdoshlarini aslab, o'ngrab yig'laganini ko'rgan. O chaqda Nuri ajab ko'ngli yumshoqqina degan edi. Bugungi rahimsizligi vahshiylik bo'lib tuyuldi. O bag'ir tashqina dedi. Bir odamning ko'ksida ikki yurak bor ekan. Biri paxta, biri tosh. Bu odam yaxshiliknimi, yomonliknimi chekidan oshirib yetadigan deb o'yladi Nuri. Yenida turgan qalbi qing'ir kiyilgan, gavdasi to'limi zo'r, chiroyi surlik, oq seriq, taqirabosh, ko'zlari hozirli chashrab chiqib ketadigandek bo'rtib chiqqan oq yuz odamga qarab qo'yib. Uning yanida gimnast turgan, o'tik kiygan, chaqqan odam Ahmadjon kulimsirab turardi. Bu odamning vujudida mehribonlik, kamtarlik va astoydillik urg'ib turardi.
Bular g'o'lji taranchilaridan tug'ilgan, bir-biriga o'xshamaydigan ikki o'g'il, ikki batur, ikki boshlamchi edi. Vaqtliq hukumat qarmog'idagi harbiy komitet bir necha kun talash-tartish qilib, oxiri o'z armiyasining ustab, intizom nizomlari, qurilma mazmunlari, armiya bayrog'i, armiya kokarlari, orden medallar, armiya pagonlari, harbiy unvonlarini Sovet Qizil armiyasiga taqlid qilgan asosda belgilab chiqdi. Maysraning Terika va Sokni Sarjida Anvar Musaboyev nurg'un pul xajlab harbiy kiyimlarni tiktirdi. Qo'ng'ir rang maskabdan qisqa qo'njuluq atliq askarlar o'tuklarni tiktirdi. Oltindan va kumushdan orden medallarni yasatdi. Atliq askarlar uchun egari jabduq, o'qdan va tasma remonlarni tayyorladi. Hamma narsa hukumat qo'rosi, hiliqi qonaltirliq uylar bar cho'ng ho'yliga to'plandi. Vaqtliq hukumat a'zolari, harbiy komitet a'zolari birlashib, maxsus yig'in echib, bu narsalarni birma-bir ko'zdan kechirib chiqdi. Harbiy unvon, nurga qadaladigan belgilar tamoman Sovet askarlariga taqlid qilingan. Medalli ordenlar bilan harbiy bayroqlar islom tusini olgandan boshqa nomlarning hammasi Sovet askarlari bilan o'xshash edi. Elixon Tören norozi bo'ldi, lekin u harbiy komitetda ostonliq edi. Bu nomlarni Turkiyaning bilan o'xshash elish kerak deb qattiq turib oldi. Lekin oxirgi qaror uning degandek bo'lmadi. Armiya bayrog'i yuqori tarafiga o'ngdan so'lga Qur'on yoziqida La ilaha illallohu Muhammadin rasulilloh degan yoziq yozilgan. O'ng taraf qismiga yulduzni o'rab turgan hilal oy tushirilgan oy yulduzliq yeshil bayroqdan iborat bo'ldi. Bosh kiyimining oldiga taqiladigan kakar ikki tarafdan aylantirilib chambar hosil qilgan bug'doy boshqi. O'ttirsida hilal oy orasiga elingan yulduz. Belga do'gilak shaklda bo'ldi. Pagonlarning rangi askariy turlari bo'yicha farqli. Hamma pagonning bosh tarafida oy yulduz shakli tushirilgan metal tugma bor. Harbiy unvonlarning darajalari osh pagonga qadalgan to'g'ri baldoq va yulduz soni qarab ayrildi. Bekitilgan 15 harbiy daraja nomining yuqorqi 9ga praporishdan boshlab nur belgisi berildi. Uning tövindikilar starshina, starshi serjant, serjant, miladishi serjant, yefir yetor, pagon ustidagi belgilar u kishining unvonini ko'rsatib beradigan bo'ldi. Oddiy askarlarga pagon berilmadi. Unvon darajalari to'g'ri baldoq va yulduz soni bilan belgilandi. Praporshik pagonidagi belga bir to'g'roq baldoq, bir yulduz. Podporochik pagonidagi belga bir baldoq, ikki yulduz. Porochik pagonidagi belga bir baldoq, 3 yulduz. Kapitan pagonidagi belga bir baldoq, 4 yulduz. Mayor pagonidagi belga qo'sh baldoq, 1 yulduz. Podpolkovnik pagonidagi belga qo'sh baldoq, 2 yulduz. Polkovnik pagonidagi belga qo'sh baldoq, 3 yulduz. General mayor pagonidagi belga pagonning beshidan oxirigacha yilon bag'ri baldoq, 1 yulduz. General leytenant pagonidagi belga yuqoriga o'xshash yilon bag'ri baldoq, 2 yulduzdan tarkib topdi. Orden medallar ozodlik o'ttirsig'a ay yulduz ilingan oltin medal. Ozodlik 2-chi yuqoriga o'xshash kumush medal. Istiqoliyat cho'ng yulduz, cho'risi hilal ay oltin medal. Istiqoliyat uchun kurash, shakli o'xshash kumush medal bo'lib bekitildi. Shunchayda qurilgan harbiy ishlar idorasi qo'mondonlik shtabi Sovet harbiy mutaxassislarining yordami bilan hamma tayyorlik xizmatlarini puxta ishlab, siyosiy bo'lim,
arqa saf bölümlerini ta'sis qildi. 3 ayning 13 kuni Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati hukumati qaror qabul qilib, Palinovni bosh qo'mondan, Zunon Tipovni muavin bosh qo'mondan, Majarovni shtab boshlig'i, Abdukerim Abbasovni siyosiy bo'lim boshlig'i qilib tayinladi. Hukumatning 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan fuqarolarning hammasi askar bo'lish majburiyatiga ega degan qarorga asosan fuqarolar bosh shtabga kelib askarlik tizimlatish to'lqini paydo qildi. Oxiri muzokara, talash tartish orqali 6 polik 3 batalyon tashkil qilindi. Bir necha kun uda kengashib, orden, medallar tarqitildi. G'o'ji ko'chalarida ispanka, gimnastorka, galapi shim, o'tik kiyib beliga raymon bog'lagan, tetik, teman har millat yigitlari hukumat muntizim askari nomi bilan kakar, pagon taqab mag'rur yurishdi. Nuriga harbiy kiyim to'lim yarashgan edi. U maysrang kiyim bilan pagoniga kapitan unvonidan derak beradigan bir baldaq 4 yulduz qadalgan, kakarida ay yulduz chaqnab turgan, ko'krikida istiqoliyat oltin medali ko'zni cheqib turgan holda jiran otni o'ynaqlatib ko'kchilikdagi uyiga boradi. Chashlar oqargan dadasi o'g'liga havaslanib, qo'lidagi o'tin yeriyotgan paltisini tutganicha, "Ha, biz xalqimiz yarışıdıkına mono askar kiyimi, metallarım, pagonlarım çobalam, yaşap ket. Amdi can ölsem o, Xudodan razıman." deb buqildab yig'lab ketdi. Yig'lama dada. Ativan Qadirning beg'ida bayroq topshirish, armiyamizning qurilganligini e'lon qilish yig'ini bo'ldi. O'zimizning armiyasini, xushalliqning cho'ngini at ko'rsat. Parixa peshayvonda paydo bo'ldi. U bir oz oqsab saqaygan. U to'lib aqirib kishining zo'qi kelgudek chiroyli bo'lib ketgan edi. U Hamidni ko'tarib olgan. Hamid Nurining yuzini siypadi. Nuri cheksiz hayajonlandi. O'g'il sho'x, xushxuy, to'limi chiroyli edi. U Nurining kakarini, medallarini, pagonlarini tortdi. Askar boshlig'i bo'laman deydi, dedi Ziyoddin birdan xushal bo'lib. "Ishga o'g'limga tegishib olgan atovarliqim, kel, bovangning mangziga so'yib qo'y." Darvoza oldida qo'ng'iroqlarni jaranglatib kalaska paydo bo'ldi. "Yana shu qiz", dedi Parixa ixtiyorsiz o'ngib. "Nimancha ha? Kaynimizga kirib bo'pti-ku." "O, huquqliq, uni cheklash huquqimiz yo'q", dedi Nuri kulib. "Birining baxtiga qo'l so'zish huquq bo'lamdi-ekan, bu bir jinoyat." Ziyoddin navrisini ko'tarib baqqimandi. Parixa g'azab bilan peshayvon pallambidan tushdi. "Men uning huquq deganning nimaligini ko'rsatib qo'yman." "Nodonlik qilma", dedi Nuri uni to'sib. "Siz ansirgidek, xafa bo'lg'idek hech yo'q. U bir yaxshi niyatli qiz." "Nima? Yaxshi niyatlik? Sizga kuyib qolgan uchunmi?" "Butun xalq xushal bo'layotgan kunlarda xafa bo'lib nima qilasiz, Parixa? Kuling ha." Nuri uning enkini siypab qo'ydi. Yigitning qo'li qiz qalbini o'ng'ayli yumshatdi. U kuldi. Kulividi, uning chiroyi texnik go'zallashdi. "Uning kalaskisi bilan ketmang." "Yo'q, men hozir otliq polkining rota komandiri. Harbiy ot turgan yerda kalaska nima qilatdim?" Zaytuna o'ylig'i kirdi. U Yevropacha yasangan bo'yin qo'llari yalt-yult oltin. Atrang pay ko'pikdek chiroyli Fransiya shalapisini singayan kiygan. Angliya sarjanlaridan tikilgan tor yubka uning badaniga yepishib turadigan, moda chapini uning go'zalligini hassilab oshirgan, oppoq manzillarda o'ynab turadigan qora ko'zlarining kirpiklari soy tashlab, kulimsiraganda chiroyli lavlari yoqutgan. Sadabdek tishlari oq marvoyitga aylanib, har qanday bir jon egisini zo'qlantiradi. Parixa kulib uning oldiga keldi. Uning qo'llarini tutdi. "Zaytuna,
siz bahorda bakmi go'zallashib ketadi ekansiz, dedi Zaytunning qaqasini kulib. Men Nur Muhammadga Baturlik medali tegibdi degan xabarni anglab tabrikligili keldim. Bizning uyda saboqdoshlar yig'ilib tantanlik tabriklash ziyofati o'tkazamiz. Dadamning alohida mukofotim bor. Siz muboraksizmi Fariha? Albatta, men Nurini yolg'iz avatmayman-da. Ular yana qaqaqlashib kulishdi. Qizlarning kulkisiga hovlidagi hamma odam qo'shildi. O'z o'g'li bilan mag'rurlanishdan ortiq baxt bo'lamdi. G'o'lja o'g'lonlari bilan mag'rur, g'o'lja kelgusi uchun jonbozlik tayyorlangan azimatlar bilan baxtli. Lekin Nuri unchalik xushal emas. Akşam o Anvar Musabayevning bog' qo'rosida tabriklash ziyofatiga qatnashdi. Sovet ittifoqidan qaytib kelgan Sadirov Pravda gazetida Jiang Jiexining generalismus Stalinga yiqilish uchun Amerikani elchi qo'yib natijaga erishganligi xabar qilindi. Yalta yig'inining qarorlaridan qattiq g'azablangan Jiang Jiexi birdilla Stalinni maqtag'ili turdi degan gapni qildi. Ahmadjon Qosimi Yevropada urush oxirlashib qoldi. 1945-yil 2-oyning 4-kunidan 11-kunigacha Stalin, Roosevelt, Churchill bu dunyo taqdirini hal qilguvchi 3 kattavosh Qrimda 8 kun yig'lashdi. Mana bu Yalta yig'ini. Yalta yig'inida Roosevelt barliq mustamlikchi davlatlar, mustamlik qilingan davlatlardan chekinib chiqish, davlatlar mustaqil bo'lish kerak, soni oz, kichik millatlar bo'za qilinmasligi kerak deb ta'kidlagan. Yalta yig'ini bizga foydali qarorlarni chiqargan edi. Navada Stalin Jiang Jiechi bilan aplashib qolsa, bizning ilgirilishimiz tas bo'ladi, dedi. Ziyofatda hamma odam andishiga tushib, istiqbol ustida so'zlashdi. Nurining xiyoli mush ishqa markazlashib olgan. Shunga u unchalik xushal emas edi. 8 aprel g'o'lja osmonni suzuk, ko'p-ko'p kattarlar osmonda parvoz qilmoqda. Shahar xalqi ko'ch-ko'chalarga patmay, shaharning g'arbiga murosim bo'ladigan boqqa qarab oqmoqda. Chiroyli, ratlik kiyingan askarlar rat-rat tizilib, o'xshash otlarga minib, marsh etib, güp-güp dastlab shu yoqqa minmoqda. G'o'lja tarixida bundaq tantana bo'lib boqmagan. 1933-yildan boshlab Shingsay 12 aprel bayrami o'tkazib keldi. Lekin o bayramlarda xalq hozirgida xushal bo'lmagan edi. Mana qarang, askarlar zimini bilan, ona yurtining bag'ri bilan mag'rur. Ular o'z yerida o'z ruhini namoyon qilmoqda. Ona tuproq ularni erkalatmoqda, suymoqda, ular bilan suyunmoqda. Xalq o'z o'g'lonlari bilan faxrlanmoqda. Mush zamindan o'nib chiqqan, lekin o'z ona tuprog'ida zodi kulolmagan, kun ololmagan xalqning o'g'illari ana hozir ko'krak kiyib mag'rur bo'lmoqda. O'z yeriga xo'ja bo'lish boshqa cho'ng-cho'ng millatlar uchun hech qancha xushallik emas. Lekin buni ona yurt xo'rligi bilan yuraklari puchilgan xalqlar, millatlar uchun bugungi kun oshiq-ma'shuqlarning murod maqsadlariga yetgan kuni. Judolik azobini oxirlashtirgan ona bola didorlashib murod topgan kun yoki uzun manzilga otlangan yalon oyoq sayyohning qarorgohiga yetgan kuni. Sahnada Elixon To'rammo harbiy kiyim bilan turibdi. Uni boshqalar marshal deyishadi. Garchi hukumat harbiy unvonlari ichida bu daraja bo'lmasin, ana hayotini qashqullik bilan o'tkazgan Ihsoqbek general mayori unvoni bilan mazmut gavdasini tish tutib mag'rur turmoqda. Qator turishgan pagon, medal taqilganlarning hammasi cheksiz xushal. Ular biri buyuk tog', jangchilarchi. Ular jonliq, ruhliq, tetik, chiroyli, kishining qarisi qarog'isi keladi. Bundaq bayram g'o'lja tarixida zodili ko'rilmagan. Har bir dilda xushallik, g'urur va qasam yodlanmoqda. Ular ulug' kelgisining yaratquchilari, ona tuproqning xo'jisi bo'lgan o'z xalqini murod maqsadga yetkazguchi ulug' kuch. Bu kuch ulg'ayadi, mavj uradi. Xuddi chechak suvi bilan to'ladigan Ili daryosidek.
Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zoriddin Sobirning Şinjan yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atkan o'tishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi